Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim. Salomatmisiz? Bugun biz sizlar bilan pirojkining yana bir turini birgalashib tayyorlaymiz. Eng avvalo qiladigan ishimiz pirojkani ichiga soladigan masallig'imizni tayyorlab olamiz. Tovamizga yog' solamiz. Yog' juda ham ko'p solishimiz kerak emas. Undan keyin mayda qilib to'g'rab qo'ygan piyozimizni solamiz. Piyozimiz o'rtacha qizarib olgandan keyin endi ketidan yog'siz qiyma solamiz. Yog'li qiyma solishni maslahat bermayman. Imkon qadar yog'siz qiyma solganimiz yaxshiroq bo'ladi. Eng avvalo 5 osh qoshiq guruchimizni yaxshilab yuvamiz. Keyin uni qaynatib tayyor holatga keltirib olamiz. Guruchimiz pishib bo'lgandan keyin endi uni sitidan suvini ajratamizda qovurayotgan piyoz bilan go'shtimizga qo'shib olamiz. Piyoz, guruch, go'sht bularni hammasini yaxshilab bir-biri bilan singib ketguncha qovuramiz. Tabga ko'ra tuz, murch solamizda hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bu masallig'imizni bir chekkaga olib qo'yamiz. Masallig'imiz yaxshilab sovigan bo'lishi kerak. Endi xamirimizni tayyorlashni boshlaymiz. Idishimizga iliq suv, xona haroratida turgan qatiq bularni solamizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi ularning ketidan tuz, shakar hamda dro'jji solamiz. Tuz solganimizdan keyin bir dona tuxum solamizda bularni hammasini yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Salkam yarim kiloga yaqin un ishlatdim. Unimiz avvaldan elanib tayyor qilib qo'yilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana unimizni solganimizdan keyin endi xamir qorishni boshlaymiz. 50 milligramcha o'simlik yog'ini ham qo'shamiz. Endi hammasini birgalashib yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimiz juda ham qattiq bo'lishi kerak emas. Agar qattiq xamir olib qo'yadigan bo'lsak, xamirimiz ko'tarilmaydi. Mana xamirimiz tayyorgina bo'ldi. Endi idishimizga nomiga yog' solamiz. Zuvalamizni yana qaytarib shu idishga solamiz. Ustini klyonkalaymizda issiqroq joyga qo'yib qo'yamiz. Xonamiz qancha issiq bo'lsa, xamirimiz tez ko'tarilib chiqadi. Xamirimiz ko'tarilib chiqdi. Endi ish stolimizga nomiga un sepamizda xamirlarimizni zuvalaga bo'lishni boshlaymiz. Ko'p xonadonlarimizda ayollarimiz pirojki tayyorlaydigan bo'lsa, asosan kartoshkali nachinka ishlatishadi. Mobodosiga yana bir variant bo'lsin deb bu video retseptni sizlar bilan bo'lishyapman. Xamirimizni bo'laklarga bo'lib olganimizdan keyin endi bularni xuddi shunaqa qilib chiroyligina qilib zuvalachalar yasab olamiz. Zuvalachalarimizni qo'yadigan idishimizni tagiga ozgincha un sepishimiz kerak bo'ladi. Endi bitta alohida patnisimizni yog'lab qo'yishimiz kerak. Bu pirojkalarimiz tayyor bo'lganidan keyin shu patnisni ustiga qo'yishni boshlaymiz. Mana nachinkamiz ham juda ham chiroyli bo'lib sovidi. Bularni bir aralashtirib olishimiz kerak. Orasida tuzlarimizni ham bir ko'rib olishimiz kerak. Endi zuvalachalarimizni chiroyli qilib qo'lda oddiygina yoyishni boshlaymiz. Ichiga soladigan nachinkamiz sovigan bo'lishi shart. Sababi agar nachinkamiz sovimagan bo'lsa, xamirlarimiz bir-biriga yopishishga ozgincha muammo tug'diradi yoki bo'lmasa pishayotganda oralari ochilib ketishi ham mumkin. Shu sababdan ichiga soladigan nachinkamizga juda ham diqqatli bo'lishimiz kerak. Mana zuvalalarimizni asta-sekinlikda yoyib olib, nachinkalarimizni solamiz, chiroyligina qilib xamirlarimizni ikki chetidan tugishni boshlaymiz. Pirojkani xohlagan shaklda qilsanglar bo'ladi. Xohishga ko'ra xuddi shunaqa qilib uzunchoq shaklda yoki bo'lmasam oddiy dumaloq shaklda ham tugsak bo'ladi. Pirojkalarimizni chiroyli qilib tugib olganimizdan keyin patnisga qo'yamizda, ustini yopib qo'yamiz va issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Pirojkamizni 10 minutga qoldiramiz. Pirojkalarimiz 10 minutdan keyin qizib turgan yog'da qovurishni boshlaymiz. Yog'imiz qizib turgan bo'lishi kerak, ammo olovimiz baland bo'lishi kerak emas. Bo'lmasam pirojkalarimizni usti tez pishib qolib, ichi berch bo'lib qolishi mumkin. Mana asta-sekinlikda ikkala tarafini ham og'darib qovurib olamiz.
Mana do'mboqqina bo'lib pishgan pirojkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Asta-sekinlikda bularni yog'dan silkitib olishni boshlaymiz. Mana hurmatli opa-singillarim, bugungi videom ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar videom sizga ozgincha bo'lsa ham foyda keltirgan bo'lsa, albatta video ostiga o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan kelasi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.